Qur'oni Kerimdin oxirgi 3 parining tafsiri. Sura Munafiqun. Madinada nozil bo'lgan 11 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Munofiqlar sening olding kelgan chaqda guvohlik berimizki, sen haqiqatan Allohning payg'ambaridirsan deydi. Guvohlik berish chin qalbindan shindiganligini e'lon qilish deganlikdir. Bu yerdagi guvohlik berimiz deganlik ma'nosi bilimiz deganlik bo'ladi. Sening haqiqatan Allohning payg'ambari ekanligingni Alloh biladi. Alloh guvohlik berdiki, munofiqlar cho'qim chin qalbidan shindiganligini e'lon qilishdimi, haq payg'ambarlikning haqligiga bergan guvohligidimi yolg'onchilardir. 2-oyat. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarning ko'ngillarida payg'ambarlikka shak paydo qilish orqali kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni iymondan, jihad qilishdan, yaxshi amallardan to'sdi. Ularning munofiqlik va kishilarni Allohning yo'lidan to'sishdan iborat qilmishi nima degan yomon. 3-oyat. Bu shuning uchundirki, ular og'izlarida ishinib, ondan dillarida inkor qildi. Bu oyat iymon etib, ondan yenib olgan murtadlar haqida nozil bo'lgan degan ko'z qarashmi bor. Kofir bo'lgan sabablik ularning dillari pechatlandi, ya'ni dillariga hidoyat yetib borolmaydi. Ular iymon tushunmaydi. 4-oyat. Ularga qaraydigan bo'lsang, badan qurilishi, salobatligi seni hayron qoldiradi. Agar ular so'zlasa, so'zning fasohatligidan so'ziga quloq solasan. Munofiqlarning boshlig'i Abdullah ibn Ubay nihoyat so'zman, salobatlik, kelishgan bir edi. Ular payg'ambar alayhissalomning majlisida o'tirganda ilmsiz, aqlsiz, farosatsizlikda go'yo ular tamg'a yo'lib qo'yilgan, chirib qolgan yog'ochlardir. Ular qo'rqinishdan har qanday ovozni o'zlariga qaratilgan deb gumonlandi. Ayni vaqtda munofiqlar o'zlarining niqobining to'satdan ichilib ketib, o'limga hukm qilinishidan ansirab yurishadi. Ular sana va mo'minlarga dushmandir. Ulardan sana ziyonkashlik qiladigan fursat tepib olishi yoki siringni bilib olishidan hazar ayligin. Chunki ular kofirlarning ishbiyonlari. Alloh ularni halok qilsin. Ya'ni Allohning la'nati bo'lsin. Bu so'z mo'minlarning kofirlarni shundoq deyishi uchun ta'limotdir. Ular qandaqmi hidoyatdan gumrohlikqa burilib ketadi. 5-oyat. Ularga o'zir aytib, kelinglar, Rasululloh sizlarga mag'firat tilaydi deyilsa, mag'firat tilanishdan qochib, masxara qilish yuzidan boshlarini silkaydi. Ularning takabburlik qilgan holda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, mag'firat talab qilishdan o'zlarini cho'ng tutib, agar undaq qilsak, yuzimiz tushib ketadi deb da'vat qilingan narsadan yuz o'rganligini ko'rsan. 6-oyat. Ularga mayli mag'firat talab qilgin, mayli mag'firat talab qilmagin, ularning munofiqlik va kufrda ching turib olganligi uchun baribir o'xshash, madomiki ular shu holda turadi ekan, Alloh ularga hargiz mag'firat qilmaydi. Shubhisizki, fosiq qavmni Alloh hidoyat qilmaydi. 7-oyat. Ular Rasulullohning yendiki peqir muhojir kishilarni ta'minlamanglar, ular tarab kessin deydi. Osmonlarning va zaminning xazinalari Allohning iligidadir. Alloh shu muhojir peqirlarga rizq berguchi, va lekin munofiqlar Allohning hikmatini tushunmaydi. Ya'ni butun rizqlar Allohning iligidadir. Vaholanki munofiqlar Alloh musulmonlarning rizqini keng qilmaydi deb o'ylashidi. 8-oyat. Ular, ya'ni munofiqlar mush g'azotdan keyin Madinaga qaytsak, eng aziz odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay va munofiqlarning o'zlarini demakchi, eng xor odamni, ya'ni Rasulullohni, mo'minlarni demakchi, Madinani chiqarib etadi deyishidi. G'alaba Allohga va Allohning payg'ambariga va mo'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albaning Allohning dushmanlariga emas, do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi. Zayd ibn Arqam raziyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Men ma'lum g'azotda
payg'ambar alayhissalom bilan birga edim. Shu yerda Abdullah ibn Ubay Madinaga qaytsaq, eng aziz odam, eng xor odamni Madinadan chiqarib etdi dedi. Men uni payg'ambar alayhissalomga xabar qildim. Abdullah ibn Ubay men undaq demadim deb qasam ichib turib oldi. Shuning bilan mening qavmim sen nima qilmoqchi deb menga topdan qilg'ili turdi. Men nihoyat g'amkin va horg'in holatda uxlag'ili ketdim. Bir chog'da payg'ambar alayhissalom odam avatib meni chaqirtib kelib, haqiqatan Alloh taolo sening so'zingni tasdiqlab bu oyatdan hosil qildi dedi. 9-oyat. Ey mo'minlar, mollaringlar va bolalaringlar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan g'aflatda qoldirmasin. Alloh taolo bu oyat orqali musulmonlarni mollari va bolalari, islomning farz amallari va Qur'on o'qishdan iborat Allohning zikridan g'ofil bo'ladigan munofiqlarning axloqidan hazar aylashga chaqiradi. Kimlarki shunda qiladi ekan, ular ziyon tortquchlardir. 10-oyat. Biringlarga o'lim kelib, Parvardigorim, nemishqa ajlimni bir oz kechiktirib sadiqa qilib yaxshilardan bular edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadaqa qilinglar. 11-oyat. Alloh hech odamni ajali kelganda hargiz kechiktirmaydi. Alloh qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Uningga hech qanday narsa maxfiy qolmaydi. U amalinglarga qarata mukofot yoki jazo beradi. Sura Tag'abun. Madina nazil bo'lgan 18-oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohga tasbih aytadi. Podshohlik Allohga mansubdir. Jimi hamd sana Allohga xosdir. Alloh har narsaga qodirdir. 2-oyat. Alloh sizlarni xalq etdi. Oranglarda mo'minlarmi bor, kofirlarmi bor? Alloh taolo kofirni yaratdi. Uning kofirligi uning o'z qilmishining natijasidir. Alloh taolo mo'minni yaratdi. Uning iymoni uning o'z qilmishining natijasidir. Kofir kufrni tanlaganligi uchun kofir bo'ladi. Mo'minmi iymonni tanlaganligi uchun mo'min bo'ladi. Va ularning hammasi Allohning izni bilan bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Faqat olamlarning Parvardigori Alloh xohlagandilar, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni Alloh xohlamaguncha sizlarning xohlaganinglarning hech foydasi yo'q. Sura Takvir 29-oyat. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir. 3-oyat. Alloh osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Sizlarni suratga kirgizdi. Surtinglarni chiroyli qildi. Ya'ni Alloh subhanahu taolo sizlarni eng mukammal va go'zal shaklda yaratdi. Bu xil yaratilishda odam bolasining alohida imtiyozga ega bo'lganligi aniqdir. Bu aql egalari uchun yaratquchining qudrati, hikmati va qotilligining namoyandasidir. Shuningdek, insonning tashqi ko'rinishi va zo'r aql qobiliyati buning alohida dalillaridandir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Zaminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar. Sura Zariyat 20-21-oyatlar. Oxir qaytadigan joy uning dargohidir. 4-oyat. Alloh osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turadi. Alloh niyatlaringlardan, amallaringlardan, yushirganlaringlarni va oshkorlaganlaringlarni bilib turadi. Alloh dillardagi sirlarni bilguchidir. 5-oyat. Sizlarga ilgari kofir bo'lib, amallarining vabolini tetganlarning xabari kelmadimi? Ular Nuh, Ad va Samud qavmida yashab o'tgan kofirlardir. Bu oyatning ma'nosi mundaq deganlik bo'ladi. Qur'onda sizlarga shularning payg'ambarlarining Allohning birligiga va uningga ibodat qilishga qanday da'vat qilinganligi, ular bo'lsa
Allah'ını taşlab başqa narsalarni qandaq iloh qilib olganligi, inkor qilganlarning qandaq halokatlarga duchor bo'lganligi va musulmonlarning qandaq nijotlikqa erishganligi haqidagi xabar keldi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. 6-oyat. Bu dunyo oxiratdagi azob shuning uchundirki, ularning payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Payg'ambarning payg'ambarligini inkor qildi. Payg'ambar elib kelgan narsa ustida yaxshiroq o'ylanib ko'rmay, iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah maxluqotdan behojatdir. Marhiyaga loyiqdir. Ya'ni Allah olamdagi barliq narsadan va butun bandalardan behojatdir. Butun maxluqotlar o'z tili orqali yoki amaliy ko'rinish orqali hamd sano etadi. 7-oyat. Kofirlar hargiz tirildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytganki, hargiz undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Ya'ni Alloh taolo o'z payg'ambariga qasam orqali ularning cho'qim tirildiganligini xabar qilishga buyurdi. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu qilmishinglardan xabar berish, uningga isbot keltirish, ondan uning asosan jazo yoki mukofot berish Allohga osondir. 8-oyat. Allohga, Allohning payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, ya'ni Qur'onga iymon etinglar. Alloh qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. 9-oyat. U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. U ziyon tortadigan kundir. Yana u kunda kofirning iymonni tark etganligi bilan, mo'minning yaxshi amallarini deganda qilolmaganligi bilan ziyon tortganligi oshkor bo'ladi. Kimki Allohga iymon etib yaxshi ish qiladi ekan, Alloh uning yomon ishlarini yo'q chiqaradi. Uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular u jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. 10-oyat. Allohning birligini va qudratini inkor qilganlar, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ahli do'zax bo'lib, ular do'zaxda mangu qoladi. U nima degan yomon joy? 11-oyat. Kishiga yetgan har qanday musibat faqat Allohning izni, ya'ni qazo qadari bilanla yetadi. Bu oyat kofirlar agar musulmonlarning degani rost bo'ladigan bo'lsa, Alloh ularni dunyoda musibatlardan qo'g'daydi degandagi sababidan nozil bo'lgan. Kimki Allohga, ya'ni har qanday musibat Allohning qazosi bilan yetadi degan so'zga ishondikan, Alloh uning qalbini sabrga yetaklaydi. Yana uning Alloh tarafidan kelganligini, yetishga tegishli narsaning xato yetib qolmaydiganligini va tegishli emas narsaning yetib qolmaydiganligini biladi-da, qazoga taslim bo'lib, hamma narsani Alloh berdi va hamma narsa Alloh tarafga qaytquchidir deb kelgan qazoga rozi bo'ldi va berilgan ne'matlarga shukr qiladi. Alloh har narsani bilguchidir. Hech qanday narsa uningga maxfiy bo'lmaydi. 12-oyat. Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar payg'ambarning da'vatidan yuz o'rsanglar, uning gunohi o'zinglarga bo'ladi. Payg'ambarga ziyon bo'lmaydi. Payg'ambarimizning vazifasi faqat da'vatni ro'shan tabliq qilishdir. 13-oyat. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. 14-oyat. Ey mo'minlar, sizlarning ayollaringlardan, bolalaringlardan sizlarga dushman bo'ldiganlarmi bor? Ya'ni sizlarni yaxshi ish qilishdan to'sib qo'yishi mumkin. Bu oyatning nozil bo'lish sababi Makkalik bir kishi iymon etib Madinaga hijrat qilmoqchi bo'lganda, uning ayoli va bolalari uni hijrat qilg'ili qo'ymagan. Shuning bilan bu oyat nozil bo'lgan. Mujohid mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, ular dunyoda dushmanlik qilmaydi. Lekin ularni bek yaxshi ko'rganligi uchun ular biror narsa talab qilsa,
uni ularga berish uchun haromga kirib qilishi mumkin. Ulardan ehtiyot qilinglar. Sizlarning ularga bo'lgan muhabbatinglar Allohga bo'lgan toat ibodatinglarga ta'sir yetkazmasin, yaxshilikdan yuz o'rgizmasin va Allohga osiylik qilish orqali ularga rizq tep berishga ilib bormasin. Agar ularning o'tkazib qo'ygan xatoliklarni afv qilsanglar, kechirsanglar, mag'firat qilsanglar, Alloh sizlarni mag'firat qiladi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ba'zi rivoyatlarda ayni chaqdagi ayol va bolalari hijrat qildirmagan kishi boshqalarning hijrat qilib diniy bilimlarni ko'p o'rganib ketganligini ko'rgandan keyin ayol bolalarni jazolashni ko'ngliga pukkan edi deyilgan. 15-oyat. Sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlarga Alloh tarafidan bir turlik sinoqdir. Sizlarni haromdan kasb qilishga va Allohning buyruqlarini bejo keltirilmaslikka elib berishi mumkin. Ammo o'z mol dunyosi va bola-chaqasining muhabbatining o'rniga Allohning toatini qo'yganlarga Allohning dargohida katta savob bor. 16-oyat. Taqdirlarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar. Vazni anglanglar, amriga itoat qilinglar. Allohning yo'lida mollaringlarni sarf qilinglar. Ya'ni Alloh bergan rizqlarni yaxshi yo'llarga ishlatinglar. Bexillik qilmanglar. O'zinglar uchun yaxshiliklarni ko'p qilinglar. Bu o'zinglar uchun foydalidir. Kimki nafsining bexilligidan saqlanadigan, u maqsadga erishguchidir. Ya'ni Alloh har qanday kishini bexillik kasalidan qutqazsa, shuning bilan u Alloh yo'lida yaxshiliklar uchun sarf qilsa, u butun yaxshiliklarga erishgan va butun maqsadlarga yetgan bo'ladi. 17-oyat. Allohga qarshi hasana bersanglar, ya'ni mamnuniyat va ixlos bilan yaxshi yo'llarga sadiqa qilsanglar, Alloh sizlarga uning savobini hasilab, ya'ni 10 hassidan 700 hassigacha beradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh oz yaxshilikqa ko'p savob berguchidir, halimdir. Yana Alloh bo'ysungan bandalariga hasilab savob beradigan, osiylik qilganlarni azoblashga oldirib ketmaydigan zotdir. 18-oyat. Alloh g'aybni va oshkorni bilguchidir, g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Taloq. Madina nasl bo'lgan 12-oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Ey payg'ambar, ummatingga aytqinki, sizlar ayollarni taloq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda taloq qilinglar. Ya'ni poklik holatida jinsiy munosabat o'tkazmay turib taloq qilib, ondan iddati to'shqicha saqlanglar. Shunda qilsanglar, iddatiga loyiq taloq qilgan bo'lasizlar. Ibn Umar raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindiki, u Ibn Umar ayolni hayizlik holatida taloq qiladi. Buni otasi Umar raziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomga xabar qiladi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom ochiqlab, uni qaytarib kelib, poklangicha saqlasin. Ondan qayta hayiz ko'rib, poklangicha saqlasin. Shuningdan keyin yana taloq qilish istikida bo'lsa, uni pok holatida bir to'shakda bo'lmasdan taloq qilsin. Mana bu Alloh buyurgan iddat ichida taloq qilishdir, dedi. Nasab oralashib ketmasligi uchun iddatni sananglar. Ya'ni 3 yildan iborat iddatni to'liq tutqizish uchun taloq qilingan vaqtni esinglarda aniq tutinglar. Ey erlar, Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Ularning iddati to'shmag'icha ularni taloq qilingan uylardan chiqarib atmanglar. Ularmi uydan chiqmasin. Ular faqat ochiq fahish qilsalar, ondan hadni ijro qilish uchun chiqadi. Ana shu, ya'ni yuqorida bayon qilinganlari Allohning qonunidir. Kimki Allohning qonunidan xalqib ketadigan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Sen bilmaysanki, Alloh shuningdan keyin, ya'ni taloqdan keyin biror ishni maydonga keltirishi mumkin. Ya'ni bir uyda turish orqali Alloh ularning qalblariga issiqchilik selib, yenish verishi mumkin. 2-oyat. Ularning iddati to'shqan chaqda
ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha o'zlashib ketinglar. Ularga ziyon selish uchun ular bilan yenishish, aziyat berib yoki haqni bermasdan o'zlashish sizlarga holiq bo'lmaydi. Yenishgan, ajrashgan cheg'inglarda talash tortishni va kelishmaslikni bartaraf qilish uchun oranglardan ikki odil guvohchi guvoh qilinglar. Buning bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga vaz nasihat qilindi. Chunki buningdan musulmondan boshqasi vaz nasihat ololmaydi. Kimki hukm qilishda Alloh belgilab bergan belgimlarni tutish orqali Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. 3-oyat. Kimki taloq qilib ayrilib ketadi ekan yoki yenishib olgan chaqda iddatning to'shqanligiga to'g'ri guvohlik bersa, Alloh uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Kimki g'am qayg'usiga Allohning kifoya qilganligiga ishonch qilib, Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Alloh haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Alloh haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Ya'ni Alloh taolo ig'irchiligimi, keng qushodiligimi oxirlashadigan muayyan bir vaqt belgiladi. 4-oyat. Ayollaringlarning ichidagi hayisdan umidan o'zganlardan, ya'ni yesh cho'ng bo'lganlikdan hayis ko'rmaydiganlarning idatining qancha bo'lganligidan shubhada bo'lsanglar, ularning idati 3 oydir. Kichiklikdan hayis ko'rmaganlarning idati ham 3 oydir. Homildor ayollarning idati mayli qo'yib etilgan bo'lsin, mayli er o'lib ketgan bo'lsin, bo'shinish bilanla tugaydi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning ishini osonlashtirib berdi. 5-oyat. Ana shu Allohning sizlarga nozil qilgan hukmidir. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning gunohlarini yo'q chiqaradi. Uningga oxiratda jannatdan iborat katta savob beradi. 6-oyat. Ularni, ya'ni qo'yib etilgan ayollaringlarni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joylarning bir qismida o'ltirg'izinglar. Bu hukm yenishib olg'ili bo'ladigan ayollar uchundir. Ammo 3 taloq qilingan, yenishib olg'ili bo'lmaydigan ayollarga turalg'u berilmaydi va nafaqimi berilmaydi. Ularni tanglita qoldirish uchun ziyon yetkazmanglar. Yana ularni chiqib ketishga majburlash uchun turalg'u jihatdan, nafaqa jihatdan qismanglar. Agar ular homildor bo'lsa, bo'shangan qadar ularni ta'minlanglar. Agar ular sizlar uchun bolalaringlarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqoniy asosda o'zaro maslahatlashinglar. Bu taloq orqali ayrilib ketgan ayollar uchun qilingan xitob bo'lib, o'zaro urush, jidal qilmasdan bir-biringlarga e'tibor qilgan holatda maslahatlashinglar deganlik bo'ladi. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: agar ota-ona kengashib bolani 2 yil to'shmasdanla ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Sura Baqara 233-oyatning bir qismi. Agar fikrda kelishilmasanglar, ya'ni agar ota-ona talab qilgan haqni berishga unimasa va onimi haq olmay imitmaydiganligida chang tursa, uni, ya'ni bolani boshqa bir ayol emitsin, ya'ni imitib berish uchun boshqa bir ayolga haq bersin. 7-oyat. Boy odam ayolni va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizqi tarqalingan odam Allohning uning berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Alloh insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qiladi. Ya'ni faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Alloh qiyinchilikdan keyin osonlikni beradi. Ya'ni faqirlikdan keyin boylikni beradi. 8-oyat. Nurg'un shaharning aholilari Parvardigorining va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni oxiratda qattiq azob bilan dunyoda ochliq, yo'qsullik, yer yuzidan yo'q qilib etish va boshqa hayvonga o'zgartib etish orqali qattiq jazoladik. 9-oyat.
ular qilmishlarining vabolini dedi. Ularning qilmishlarining oqibati dunyoda halok bo'lish, oxiratda azoblanish orqali mol dunyo, bola chaqa va jonlaridan ziyon tortishdan iborat bo'ldi. 10-oyat. Allah ularga oxiratda qattiq azob tayyorladi. Ey iymon etgan aql egalari, Allohdan qo'rqinglar. Payg'ambar alayhisolamga akishinglar. O'tgangi ummatlardek sarkashlik qilib, ular qilgan yomonlikning o'qishi bilan jazolangandek jazolanishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga Qur'on nozil qildi. 11-oyat. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ozg'unlik va kufrning qorong'uligidan hidoyat va iymonning nuriga chiqarish uchun sizlarga Allohning hukmlaridan iborat kishilar muhtoj bo'lgan ro'shan oyatlarni tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Kimki Allohga iymon etadigan va yaxshi amal qiladigan, Alloh uni ostidan o'zlarining yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni beradi. 12-oyat. Alloh 7 osmonni yaratdi. Zaminni osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allohning amri ularning orasida jari bo'lib turadi. Ya'ni 7 qat osmondan 7 qat zaminga tushadi. Shuning bilan yomg'ir yog'adi, giyohlar o'sadi, kecha bilan kunduz, yoz bilan qish keladi. Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq bilganligini bilishinglar uchundir. Sura Tahrim Madinada nozil bo'lgan 12-oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Ey payg'ambar, nima uchun Alloh senga halol qilgan narsani ayollaringning roziligini tilash yuzidan harom qilasan? Ba'zilarning rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhissalom Zaynab raziyallohu anhaning uyida asal ichatdi. Oysha raziyallohu anha bilan Hafisa raziyallohu anha Zaynab raziyallohu anhaga hiyla o'ynab, payg'ambar alayhissalom qishig'a kelgan hamon og'zingdan bir xil puroq kelyotidi deydiganga kelishib olgan. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom asal ichishni o'ziga harom qilib olgan. Shu sababdan bu oyat nozil bo'lgan. Alloh sendan sodir bo'lgan ishqa nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ba'zilarning rivoyat qilishicha, asli u kichik gunohlardan bo'lg'achqa Alloh shuning asosan qaygan. 2-oyat. Alloh sizlarga kafarat bilan qasminglardan chiqishni belgiladi. Boshqa bir oyatda mundaq deydi: sizlarni qasddan qilgan qasminglar uchun javobgarlikka tortadi. Mundaq qasminglarni buzsanglar, uning kafarati oilanglarga beradigan o'rta darajalik tomoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga badanni yepib turadigan biror qur kiyim berishdir. Yoki bir qul yoki bir cho'rni ozod qilishdir. Kimki bunday qilishga kuchi yetmasa, 3 kun ro'za tutishi lozim. Sura Maida 89-oyatning bir qismi. Har qanday odamning Alloh halol qilgan narsani harom qilish haqqi yo'q. Agar qilib qolsa-mu, u kishiga amal qilish lozim bo'lmaydi. Halol yoki harom qilish Allohga xosdir. Ba'zi fiqh olimlar mundaq deydi: agar bir kishi o'ziga biror kiyimni, biror yemaklikni, biror ichimlikni va Alloh muboh qilgan har qanday bir narsani harom qilib olsa, u kishi qasamning kafaratini berishi kerak. Shunda qilganda uning qasmi bekor bo'ladi. Bu hamma narsalarda shundoq bo'ladi. Hatto ayolni harom qilib olgan bo'lsa-mu, mushuning ichiga kiradi. Ba'zi fiqhshunoslar ayolni harom qilganda taloqning haromligini niyat qilsa, ayol taloq bo'lib ketadi deb qaraydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Alloh sizlarning eganglardir. Alloh har narsani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. 3-oyat. O'z vaqtida payg'ambar ayollaridan biriga, ya'ni Hafsaga bir so'zni, ya'ni asalni o'ziga harom qilganligini yoshirin aytgan edi. Kalbi mundaq deydi:
Yuşurun aytilgan söz aslida otang va Oyishaning otasi mendan keyin xalifa bo'ladi degan so'z edi. U, ya'ni Hafiza uni Oyishaga aytib qo'ygan. Allah bo'lsa sirning oshkorlanganligini payg'ambarga bildirgan chaqda u, ya'ni payg'ambar uningga, Hafsaga, u, ya'ni Hafsa oshkorlab qo'ygan so'zlarning ba'zisini aytdi, ya'ni yuziga soldi. Ba'zisini aytmadi, ya'ni yuziga solmadi. Payg'ambar uningga sirni oshkorlab qo'yganligini aytgan chaqda u, ya'ni Hafsa, buni sana kim xabar qildi dedi. Payg'ambar, "Menga buni hammani bilib turguchi, hammadan to'liq xabardor Alloh xabar qildi" dedi. 4-oyat. Agar Oyisha, Hafiza ikkinglar Allohga tavba qilsanglar, o'zinglar uchun yaxshidir. Sizlarning dilinglar Rasulullohga ixlos qilishdan burilib ketdi. Agar sizlar Rasululloh xo'p ko'rmaydigan ish ustida uningga taqobil tursanglar, u chaqda Alloh uning madadkoridir. Jibrilmu uning madadkoridir. Abu Bakri va Umarga o'xshash mo'minlarning yaxshilarimu uning madadkoridir. Ulardan boshqa farishtalarmu uningga yo'lanchukdir. 5-oyat. Agar u sizlarni qo'yib etsa, Parvardigori sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi Allohning va payg'ambarning amriga bo'ysunguchi, Allohga va payg'ambarga iymon etguchi, ya'ni islom farz qilgan ishlarni ijro qilguchi, Allohga, farishtalarga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon etguchi, itoat qilguchi, gunohlardan tövbe qilguchi, ibodat qilguchi, ro'za tutguchi cho'konlarni va qizlarni uningga berishi mumkin. 6-oyat. Imomlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'u bo'ladigan, rahm qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muhakkal bo'lgan do'zaxdan, bola chaqalaringlarni Allohga bo'ysunishga buyurish va Allohga osiylik qilishdan to'sish orqali saqlanglar. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. Ya'ni ozroqmi kechiktirmaydi. 7-oyat. Ey kofirlar, bugun uzr aytmanglar. Yana bu so'z ular do'zaxga kiradigan chaqda aytilgan bo'lib, ularni umidsizlantirishi va tamolarni yo'qqa chiqarish uchundir. Sizlar faqat dunyoda qilgan qilmishinglarning jazosini tortisizlar. 8-oyat. Ey mo'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Ya'ni ixlos bilan tavba qilinglar. Bu xil tavba qilish bo'lsa, qilgan gunohiga chin ko'ngildan pushaymon qilish, til orqali istig'for aytish, bu ishdan yiroq turish va ikkinchilab qaytmaslikqa qattiq iroda bog'lash orqali bo'ladi. Umidki, Parvardigoringlar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaradi. Sizlarni ostidan o'zinglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh payg'ambarni va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarni rasvo qilmaydi. Ularning nuri ular tilsiratdan o'tkicha ularning oldida va o'ng tarafida yuridi. Ular, ey Parvardigorimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin, bizga mag'firat qilgin. Sen bo'lsang haqiqatan har narsaga qodirsan, deydi. 9-oyat. Ey payg'ambar, sen kuffarlar bilan munofiqlar bilan kurash qilgin. Ularga, ya'ni kofir va munofiqlarga haybatingni ko'rsatib qo'yish uchun qattiq muomala qilgin. Ular had vojib bo'ladigan gunohlarni qildi. Ularning joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? 10-oyat. Allah kuffarlarga ularning mo'minlar bilan tuqqanchilikning foyda bermasligida Nuhning ayolini va Lutning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Ular bo'lsa bizning bandlarimizdan ikki yaxshi bandlarimizning amrida edi. Ularning ikkilisi erlarga iymon etmasligi bilan xiyonat qildi. Rivoyat qilinishicha, Nuh alayhissalomning ayoli kishilarga Nuh alayhissalomni sarang deydi. Lut alayhissalomning ayoli bo'lsa, Lut alayhissalomning mehmonlarini qavmiga xabar qilib qo'yatdi. Ularning erlari, ya'ni Nuh bilan Lut payg'ambar turuqliq ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmadi. U ikkisiga kofirlar va osiylardan iborat do'zaxga kirguchilar bilan birga kiringlar deyildi.
11 oyat. Allah iman etqanlarga Fir'avnning ayolini misol qilib ko'rsatdi. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, dargohingda menga jannatdan, sening rahmatingga yaqin, yuqori darajalik bir uy bino qilgin. Meni Fir'avndan va uning yomon amalidan qutuldirgin. Meni qibti kofirlardan iborat zolim qavmidan qutuldirgin" dedi. Demak, xuddi kofirlarning eng ashadisi Fir'avnning qo'l ostidagi ayolining jannatga kirishiga to'salg'u bo'lolmagandek, biror kofirning qo'l ostida bo'lib qilish har qanday odamning yaxshi amal qilib jannatga kirishiga to'salg'u bo'lolmaydi. 12 oyat. Hamda Imronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. Alloh bu ayolga dunyo oxiratning hurmatini ato qildi. Uning osiy qavmining orasida bo'lishiga qaramay, uni butun olam ayollaridan alohida qilib tanladi. U nomusni saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puvladik. Ya'ni Jibril alayhissalom uning kiyimining yonchiqiga puvladi. Shuning bilan u Isa alayhissalomga homildor bo'lib qoldi. U Parvardigorning so'zlarini, ya'ni Parvardigorning bandalarga belgilab bergan shariat belgilarini tasdiqladi. Bu yerga so'z bo'lsa, Jibril alayhissalomning "Men sening Rabbingning elchisi" degan so'z bo'lib, u Maryamga muqarrab payg'ambar Isa alayhissalomning xush xabarini yetkazgan edi. Sana va nazil qilgan kitoblarini tasdiq qildi va Allohga itoat qiluvchilardan bo'ldi. Chunki uning oilasi solih va taqvo oiladan edi. Assalomu qarindoshim, davomli diqqat bergaysiz. Allohga omonat.